Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Xo'p, sizlar bilan Koreys tili noldan darsimizni yana boshlaymiz. Bugun inshaalloh 5-darsimiz. 5-darsimiz. Endi bugun alifboning oxirgi harflarini o'rganamiz. Bo'lmasam boshladik. Bismillah. Xo'p, Koreys tilida jami 40 ta harf bor edi. Yana bir qator takrorlab o'tadigan bo'lsak, undan 20 tasi unli, 19 tasi undosh. Unlilarimiz ikki turga, oddiy va qo'shma unlilarga bo'lingan edi. Oddiy unlilarimiz ham esinglarda bo'lsa, shu bilan bir qatorda ikki turga bo'lingandi. Tik unli va yotiq unlilarga bo'lingandi. Qo'shma unlilarimizni biz yana nomi bor edi, difton deb atagan edik. Oldingi darslarimizda o'tganmiz. Undoshlarimiz 19 ta bo'lib, ikkita oddiy va qo'shma undoshlarga bo'linib, o'tgan darslarimizda oddiy undoshlarni o'rganib chiqqan edik. Bugungi darsimizda endi qo'shma undoshlar 5 ta qo'shma undoshlarni o'rganib chiqamiz inshaalloh. Xo'p, bo'lmasam harflarimizni birin-ketin ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, qo'shma undoshlarimiz mana ko'rib turganinglardek o'zini nomi bilan qo'shma, bu ham o'zini nomi bilan qo'shma. Shu bilan shuni inobatga olsak, ikki harfning bir-biriga qo'shilib kelish nimasini tushunishimiz mumkin. Bu ko'rib turayotganingizdek ikkita k harfi bir-biriga qo'shilib kelyapti. K esinglarda bo'lsa yozishimiz 1 va 2 harakat bilan yozgan edik. Bu harfimiz esa o'sha 2 harakat bittadan bo'lgan ikkita harfimiz bir-biriga qo'shilib k harfini tashkil qilyapti. Endi buni oddiy bu k harfidan nima farqi bor? Shuni tushuntirib beradigan bo'lsam, bu k harfi unlilar orasida boshqacha o'qilib ga ham o'zgarardi. Bu k harfimiz esa hech qachon g ga o'zgarmaydi va qolgan mana bu k ga nisbatan hamisha bu jarangdor talaffuz qilinadi. Jarangdor. Bu harfni biz k deb aytadigan bo'lsak, bu harfni esa biz k qilib qattiqroq, jarangdor qilib talaffuz qilamiz. Qolgan nima harflarimiz ham, qolgan qo'shma undosh harflarimiz hammasi ham xuddi shunday jarangdor talaffuz qilinishi bilan boshqa harf bilan ajralib turadi. Xo'p, k harfini ko'rdik. Demak, k harfimiz yozilish qoidasi 1 2. Xo'p, keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu bilganimizdek d harfini 2, demak ikkita qo'shilgani, d harfini ikkita qo'shilgani, bularni hamisha yonma-yon yozamiz. Orasi yozayotganimizda e'tibor bering, bunaqa ochilib bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda bo'lib ketmas kerak, chunki bular bitta harf hisoblanadi, hamisha bir-biriga yonma-yon jipslashgan bo'lib keladi. Ushbu namunada ko'rayotganingizdek. Endi bu harfimiz ham bu oddiy td harfidan farqi, bu harfimiz ham qachondir t, qachondir d qilib talaffuz qilinadi. Bu harfimiz esa hamisha t deb talaffuz qilinadi va bu ham jarangdor talaffuz etiladi. Jarangdor. Bu harfimiz t bo'lsa, bu harfimiz t. Ushbu jarangdor o'qilishi bilan oddiy t harfimizdan farq qilar ekan. Okey, keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz ham xuddi shunaqa. Keyingi harfimiz bu ko'rayotgan bo'lsanglar b harfimiz bor edi. P hamda b harfimiz bor edi. Shundan farqli o'laroq bu endi p ham b ham bo'lmaydi. P nima bo'lmaydi? B bo'lmaydi. Hamisha jarangdor p bo'ladi. Jarangdor p bo'ladi. Yozilishi nimasi bo'lsa, tartibi bo'lsa, o'tgan p harfimizni yozilishini 2 marta takrorlab qo'ysak bo'ldi. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Odatda nimalar yozmada yozish mumkin. Mana bunaqa holatda 1 2 3 qilib turib shu yozuvni ko'rsanglar ham demak p deb bilib olishimiz mumkin.
Xo'p, bu harfimiz endi P. P. Oddiy P'imizdan bu ham jarangdor talaffuz qilinishi bilan farq bo'ladi. Xo'p, bu harflarimiz biroz osonroq o'tgan qo'shma unli harflarga qaraganda. Qo'shma unli harflarimizni o'zlashtirishda doim yangi boshlaganlarda muammo bo'ladi. O'qilishida, keyinchalik undoshlar bilan aralashib kelishida, pattimda kelishida yoki bir-biriga qo'shilib qanaqadir talaffuz hosil qiladigan holatlari bo'ladi. Shularda ham o'zlashtirishda muammo bo'ladi. Shuning uchun difton qilib o'tgan darsimizni bir 2 bor, 3 bor qayta nima qilib tomosha qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Demak, keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz endi bu SHT edi. Nimamizda bittalisi SHT edi. Bu ham xuddi shu SHT singari, qolgan harflar singari qo'shma bo'lib, ikkita harfimiz bir-biriga bog'lanib keladi. Bu harfimiz endi jarangdor S deymiz. Narigilarda undan oldingi qo'shma undoshlardan farqli o'laroq, bu endi har bir harfi jarangdor o'qiladi. Misol uchun S holatida oddiy S dan ko'ra biz S qilib jarangdor o'qiymiz. Sh keladigan holatda esa sh qilib jarangdor o'qiymiz. Misol uchun mana bunaqa yozadigan bo'lsam biz buni sada o'qisak, endi ikki nima bilan qo'shma undosh bilan yozadigan bo'lsam sada qilib jicha jarangdor talaffuz qilamiz. Xuddi shu singari sh holatlarida ham misol uchun buni biz shi deb o'qisak, ushbu holatini biz shi biroz bunga nisbatan jarangdor o'qiymiz. Qo'shma undoshda kelganlarni jarangdor o'qiymiz. Pattimda kelsa, pattimda doim yana t bo'lib talaffuz qilinadi. Misol uchun ushbu holatda pattimda keldi, bunaqa yozuvimiz bor, bunaqa so'zimiz bor. Bu so'zimiz bor degani, mana itta bo'lib pattimda esa yana t harfida talaffuz qilinadi. Pattimda kelib, undan keyingi unli kelgungacha undosh kelgan holatlarda hamisha t, unli kelsa, unlida shli funksiyasi bo'lsa sh bo'lib ketadi, sli funksiyasi bo'lsa s ga o'zgarib ketadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu haligi s harfimizni qoidasini o'rganganmiz. Bitta tushunimiz, qolgan qoidalar o'zini qoidalarini jamlagan holatda keladi. Keyingi harfimiz bu ch harfi. Ch harfimiz ham oddiy nimalarda bundan oldingi oddiy chj bo'layotgan o'z nimalardan ko'ra bu harfimiz eskilarda bo'lsa ch hamda j ga o'zgarardi. Bu harfimiz esa hamisha ch bo'lib keladi-da, j ga o'zgarmaydi va oddiy chdan ko'ra jarangdorroq talaffuz qilinadi. Hozir yozilish qoidasi esa 1 2 qilib bir-biriga hamisha nima qilib yopishtirib, jipslashib yozamiz bu harfimiz. Demak, bu harfimiz ch bo'ldi. Jarangdor o'qilishi bilan oddiy ch harfidan farq qiladigan bo'ldi. Xo'p, ushbu nimalarimiz, qo'shma undoshlarimiz shu bilan tugadi. Hozir 5 ta donagina edi. Bu bugungi darsimiz bugungi mavzuyimiz biroz osonroq. Evaziga biz jicha mashqlari, o'qish mashqlari va eshitish mashqlarini bajaramiz, xudo xolasa. Xo'p. Endi bularni bir jamlab turib o'qib chiqadigan bo'lsak, birinchi harfimiz k edi, k. Xo'p, endi fil deganni o'qiymiz. Bu harfimiz q edi, q. Kokiri. Bu
bu yerda kelayotgan nimamiz esinglarda bo'lsa, agar bitta harf keladigan bo'lsa, ikkita ullik orasida g bo'lardi. Bu harfimiz endi k bo'lyapti-da, k ni ham jarangdori bo'lib kokkiri qilib talaffuz qilyapmiz. Kokkiri. Xo'p, keyingi harfimiz bu t harfi. T harfi. Xo'p, bu nima? Qizlar sochiga taqadigan narsasi. Buni biz moriti deb talaffuz qilamiz. Moriti bu o'sha nima derdi? Obodok derdi. Xo'p, keyingi harfimiz bu p harfi. P harfi endi appa bo'lib, bu qizni ota degani, appa degani, ota degani. Qizni otasiga ishora qilib, bu qizil nimaga olib qo'ygan, belgilab qo'ygan. Appa. Demak, bu jarangdor p bo'ldi. Keyingi harfimiz esa s hamda sh bo'lishi mumkin edi. Bu yerda u bilan kelayotganligi uchun buni biz nima? S qilib talaffuz qilamiz. O'zi qaysi payt shga o'zgarishini yana bir esinglarga soladigan bo'lsam, ikkita yoqchali ullilar, ya, yo, yu, yo va oddiy i bilan kelgan holatda bu harfimiz sh ga o'zgarardi. Ikkitali nimamiz ham, qo'shma undosh simiz ham xuddi o'zini qoidasida qolaveradi. Shular bilan kelganda sh ga o'zgarardi. Endi bu o'da kelayotganligi uchun s talaffuz qilamizda. Sida degani bu ko'rib turganingizdek yozyapti. Bu yozmoq degani. Sida yozmoq. Keyingi harfimiz bu t jarangdor ch, qo'shma undoshdagi jarangdor ch. Bu nimamiz? So'zimiz demak chada. Bu ovqatga ko'rayotgan bo'lsanglar, tuz solyapti. Ko'proq tuz solyapti. Ko'proq tuz solgani bu chada bo'lyapti. Chadamiz bu sho'r degan. Sho'r. Xo'p, keling yana bir qator mustahkamlaymiz. Bu harfimiz k, t, p, s, ch harfi bo'ldi. Xo'p, endi keyingi mashqlarimizga o'tamiz. Xo'p, ushbu mashqlarimizda nimalardan mashqlarimizda ham yozganmiz. Xuddi Pifagor jadvaliga o'xshab bularni bir-biriga nima qilib yozishimiz kerak. Pattimni kelganda qanaqa bo'ladi? Yonda pattimni kelmaydi-yu nimada? Yotiq ulli bilan kelganda qanaqa, tik ulli bilan kelganda qanaqa. Esinglarda bo'lsa, k, t, n larni tik ulli, yotiq ulliga moslab turib uzayib ketishi yoki nimasini yotiq ulliga misol moslashib yotiq qismi, gorizontal qismi uzayib ketishini tushuntirib o'tgandim. Bu ham xuddi shu hisobda. To'g'ri, mana tik ulli bilan kelsa, tik tomoni, vertikal tomoni uzayadi, yotiq ulli bilan kelsa esa gorizontal tomoni uzayadi. Misol uchun mana u bilan kelayotganda biz nimalarni vertikal qismlarini qisqa qilib yozamiz. Tik i bilan, oddiy tik ulli i bilan kelayotganda esa vertikal qismini uzun yozib tushishimiz mumkin. Xuddi shuni namunadek bu hamma qolgan mashqlarni ham yozib jo'natsanglar, biz yana tekshirib o'zingizlarga to'g'ri-noto'g'riligini yetkazamiz. Menimcha tushunarli bo'ldi bu vazifamiz ham. Xo'p, keyingi mashq. Oldingi darslarimizda bajargan mashqlarni hozir men sizlarga audio qo'yaman. Bu audioda o'qilgan mana bu 1-2 qilib o'qib bergan so'zlar agar to'g'ri o'qilgan bo'lsa biz kaos ichiga dumaloq, noto'g'ri o'qilgan bo'lsa kaos ichiga x qilishimiz kerak. Ikkinchi mashqimizda esa tartib raqami, qaysi birini birinchi yoki ikkinchi o'qiganligini tartib raqamini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana kachi degan so'zimizni birinchi o'qiydiganda o'zi bir qilib namuna sifatida yozib beryapti. O'tgan darslarimizda o'tganligimiz uchun menimcha
hammaga tushunarli deb o'ylayman. Bularni ketma-ketligini men sizlarga belgilab berib turaman. Qaysi bir nimani o'qiyotganligini, nechinchi nimada ketayotganligini. Xo'p, bo'lmasam audioda qo'yamiz. Bismillah. 연습 1. 들어보세요. 1. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 1. 고리 2. 뼈 3. 사다 4. 짜다 2. 잘 듣고 알맞은 것을 찾아 번호를 쓰세요. 1. 까치 2. 머리띠 3. 찌다 4. 쓰다 5. 코끼리 Xo'p, shu bilan 5 ta nima tartib raqamini yozsak bo'lar ekan. 5 tagacha. Qolgan hozir bu 9 ta edi. 4 tasini aytmas ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Buni ham belgilab o'zimiz o'quvchilar bo'lsa buni ham qog'ozini olasizlar. Ijtimoiy tarmoq YouTube dan ko'rayotgan o'quvchilar buni o'zingizlarga xuddi shu ko'rinishda yozib chizib turib, keyin belgilab olsanglar ham bo'ladi. Keyingi mashqimiz keyingi mashqimiz endi bizga ushbu nimalarni o'qib beradi, so'zlarni o'qib beradi. Bu bitta so'z bo'ladi. 3 ta bo'g'indan iborat. Birinchi bo'g'inini yozibdi, biz qolgan 2 bo'g'inini topib yozishimiz kerak bo'ladi. Buni oldin mashqlarda bajarganligingiz uchun men tushunarli deb o'ylayman. Hozir birinchi nimasini o'qib eshittirgan so'zini men namuna sifatida yozib beraman. Qolgan 4 tasini o'zimiz yozib jo'natsak, buni ham tekshirib beramiz inshaalloh. Xo'p. Audioda qo'yaman bo'lmasam. 4. 잘 듣고 쓰세요. 1. 머리띠 2. 아저씨 3. 꼬리 4. 아빠 5. 짜다 Xo'p, agar ulgurmagan bo'lsak, buni yana qayta-qayta stop qilib yozishni yoki bo'lmasam qaytarib turib yozishni maslahat beraman. Bu eshitgan nimalarimiz, so'zlarimiz esingizlarda bo'lsa, hozir bundan oldingi 2 ta yoki 3 ta nimadan slayddan oldingi oddiy so'zlarimiz edi. Shularni yaxshiroq o'zlashtirsak, bularni yozishimiz oson kechadi. Keyingi mashqqa o'tamiz unda. Keyingi mashqimiz endi patchimda qanday o'qilishini, patchimda harflarimiz qanday o'qilishi mumkinligini yana bir qator tekshiradigan, patchimni qaytaradigan mashqlar hisoblanadi. Buni ham tepadagi mashq singari to'g'ri o'qigan bo'lsa tumaloq, noto'g'ri o'qigan bo'lsa x qilib yozishimiz kerak bo'ladi. Buni ham tushunarli bo'lganligi uchun tezda nimani boshlayveramiz, audio qo'yaveraman. 연습 1. 들어보세요. 1. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 1. 공 2. 3. 3. 문 4. 박 5. 술 2. 잘 듣고 알맞은 것을 찾아 번호를 쓰세요. 1. 가방
2. 책 3. 무릎 4. 발 5. 엄마 Xo'p, demak bunda ham 8 ta nimamizga 5 tani topishni so'rayapti. Shu tartib raqamni qaysi birini birinchi, ikkinchi o'qigan bo'lsa, pastiga misol 3 o'qigan bo'lsa 3, 4 o'qigan bo'lsa 4 qilib tartib raqamini yozishimiz kifoya edi. Buni ham menimcha tushunarli deb o'ylayman. Xo'p, keyingi mashqimizga o'tamiz. Keyingi mashqimiz bu ikkitalik test. O'zi odatda 4 talik testni bizga ikkita qilib beradigan test edi. Buni ham o'tgan safargi darslarimizda bajarganligimiz uchun men tushunarli deb o'ylayman. Xo'p, hozir sizlarga nimani o'qishni boshlaydi. Ovozli xabarda o'qishni boshlaydi-da, birda misol uchun bir deb turib bittasini o'qiydi. Qaysi birini to'g'ri o'qigan bo'lsa, misol uchun buni hozir pyok deb o'qiymiz. Buni esa pyong deb o'qiymiz. Qaysi birini o'qsa, misol pyong desa, buni belgilashimiz. Shunga qarab turib ikkisidan bittasini belgilashimiz kerak bo'ladi. Bu esa yana so'zlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Qaysi nimada ketayotganligini esa men yana har doimgidek ko'rsatib berib turaman. Xo'p. Xo'p, demak bo'lsam boshladik. Bismillah. 3. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1. 벽, 2. 밤, 3. 부엌, 4. 산, 5. 낮, 6. 꽃, 7. 밑, 8. 발, 9. 숲, 10. 방, 4. 잘 듣고 쓰세요. 1. 레몬 2. 남자 3. 딸기 4. 신문 5. 연필 6. 우산 7. 컴퓨터 8. 냉장고 Xo'p, menimcha nima qilishimiz kerakligi tushunarli bo'ldi. Bu shunaqa juda murakkabroq, oxiriga yozishimiz kerak bo'lganlari. Endi bu harfdan chiqayotgan oxirgi darsimizligi uchun buni qolgan harflarni yana qayta ko'rib, o'qilish qoidalari, yozilish qoidasi, patchimda qanaqa, bo'g'inda qanaqa bo'ladi, shularni yana qayta ko'rgach, bu mashqlarni bajarishinglarni maslahat beraman. Shunday qilsakkina mustahkam o'zlashtirgan bo'lamiz. Bundan keyingi darslarimizda xudo xolisa o'sha grammatikalarni ishlatishni, so'zlarni yodlab, grammatikalar orqali gaplar tuzishni boshlaymiz. Xo'p, keyingi mashqqa o'tadigan bo'lsak, xo'p, keyingi mashqimiz bu belgilash mashqi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bitta namuna beradida, buni o'qilishiga mos bu yerda ikkita so'z beradi. Qaysi biri bu bilan o'qilishi mos bo'lsa, shunga biz nimasini, chizig'ini ulashimiz kerak. Xo'p, buni o'qiydigan bo'lsak, bu harfimiz birinchi yotug'unli kelayotganligi uchun dumaloq kelyapti-da, pastda esa S harfi kelyapti. Patchimda S harfini biz T o'qigan edik. Demak, bu harfimiz o't bo'lyapti. O't bo'lyapti. Endi bu nimalarga qaratadigan bo'lsak, bu yerda ham birinchi harfimiz
yotig'unligi uchun o kelib dumaloq kelyapti-da, pastda esa k harf kelyapti. Biz buni ok deb o'qiymiz. Keyingi harfimiz esa u ham yotig'unli bilan boshlangan, patsimda esa t kelyapti. Ch harfimiz ham patsimda nima? T etib talaffuz qilinardi, t bo'lib talaffuz qilinardi. Demak, bu ham o't bo'lyapti. Bu ham o't bo'lyapti. Shuning uchun talaffuz-doshiga nima qilyapti ekan? Ulayapti ekan. Xuddi shuni singari bularda ham qaysi biri, bu ikkovsidan qaysi biri bir xil talaffuz bo'lsa, bir-biriga ulab chiqishimiz to'g'ri kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan menimcha bu mashqimiz ham oson, tushunarli bo'ldi. Talaffuzdoshini topib ulab qo'yishimiz kerak. Shu bilan bugun o'rgangan qo'shma undosh darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zi umuman undoshu unli harf hamma alifbosini yakunladik. Bo'g'inlab o'qish, hamda qoidalari, patsim qoidalari shularni yakunladik. Endi buni bu yog'iga xudo xolasa grammatik nimalarni qo'shib gaplar tuzishni boshlaymiz. Bu shu bugungacha bo'lgan 4ta darsimizni qayta ko'rib, harflarni yaxshi o'zlashtirib olishinglarni nima qilib maslahat beraman. Xo'p, unday bo'lsa, keyingi darslarda ko'rishguncha mayli sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. Annyeonghi kecheyo.